Salom do'stlar, bu go'zallikka birinchi o'rinda bittadan baho berib, laykni bosib o'tamiz video oldida. Ko'rib turibsizlar. Bu italyanskiy mini rozalar bo'ladi. Etajerka qilib, metrovka qilib tarbiyalanib, bu gullarimiz yoshi ham 10 yildan oshiq, 7 yil, 8 yil kattalari bor, 10 yoshli gullar. Hozirda bu gullarni ko'paytiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bular sotuvda hozir, nomerlarni qo'yib boramiz. Xohlagan joyingizga buni ko'chirib beriladi. O'zini turpog'i, maxsus turpoqlari bilan chiqarib, sizga dastavka xizmatlari O'zbekistonda har bitta viloyatiga jo'natib berish dastavka xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Mana gulni holatini bitta baho beramiz. Turibsizlar, pastdan ochiladi, bu shunaqa bo'lib ketaveradi. Bular haligi chirmashib, o'sib ketadigan, o'zimiz haligi bilsalaring ot esimdan chiqib qoldi. Atir gullarimiz bor, ulardan bas. Mana shu holatda bo'ladi, shu holatda gullaydi, shu manzara shu holatda turadi doimo, go'zal bo'lib. Gulni qarang, go'zalligini. Bizni kuzatishda davom etinglar. Faqat g'alatlari ham bor. Ko'rib turibsizlar, bo'yi 3,5 metr, 4 metr atrofida bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz. Bu gullarning hammasi sotuvda. Kimga qiziq bo'lsa, bizdan sotib olishlari mumkin. Bo'ldi?